Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun 2023-yil 5-oyning 30-kuni seshanba. Oldi bilan dehqonlar xabarlarimizning asosiy mazmunlarida bo'lsin. Abduli Abdurahmonning qismati Uyg'urlarning andisini qo'zg'amoqda. Xitoy bilan Taliban o'rtasidagi diplomatik faoliyatlar barg'ansiri jonlanmoqda. Kanadadagi yashangan kutinish fondlarining Xitoyga mablag' selishi barg'ansiri qattiq tanqidlarga duch kelmoqda. Amerika Van Palatasida Tayvan masalasi va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarshi turish to'g'risida yangi siyosat tavsiyalar e'lon qilindi. Xitoyda Tayvan virusi, ya'ni Xitoy virusi yangidan yuqori pallaga chiqishi mumkin. Tuvani dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Ovoz To'rining 27-maydagi xabariga ko'ra, Seuldagi Kochman universitetida doktorlik unvoniga erishgan Abduli Abdurahmon ismli bir Uyg'ur 5-oyning 10-kuni do'sti bilan ko'rish uchun Koreyadan Hong Kongga borgandan keyin g'oyib bo'lgan bo'lib, Xalqaro kechirim tashkiloti 26-maydagi bayonotida Sharq Turkistonlik Abduli Abdurahmon 5-oyning 10-kuni do'sti bilan ko'rish uchun Koreyadan Hong Kongga borgandan keyin hech qanday izdiriki bo'lmagan degan. Halbuki Hong Kong doiralari 27-may Xalqaro kechirim tashkilotining Uyg'ur yigiti Abduli Abdurahmonning Hong Kong aerodromiga kelgandan keyin yo'qolib ketganlik to'g'risidagi ayblashlariga qattiq e'tiroz bildirgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Fransiya axborot agentligi ko'rsatgan uchurga ko'ra, Abduli Abdurahmon aerodromda o'zini saqlayotgan do'stiga Xitoy saqchilari mendan savol so'rayotdi deb uchrayotgan. Hong Kong hukumati 27-may kechda e'lon qilgan bayonotida Xalqaro kechirim tashkilotining ayblashining asossiz va pokisiz ekanligi hamda Hong Kongdagi kishilik huquq vaziyatining qarlig'aliq ekanligini bildirgan. Hammadan chataq bo'lgan Hong Kong hukumatining bayonotchisi Hong Kong alohida ma'muriy rayonlik hukumatining xotirasida bu shaxsning Hong Kongga kirmaganligi yoki kirishining rad qilinmaganligi ko'rsatildi degan bo'lib, bu Xitoy doiralarining Abduli Abdurahmonni izdiraksiz g'oyib qilib o'tmoqchi ekanligining alomati deb qaralmoqda. Abduli Abdurahmonning bexatarlik omili sababli ismini oshkorlashni xohlamagan do'sti 27-may Fransiya axborot agentligiga Abdulining Hong Kongga do'sti bilan ko'rishga borganligini, lekin o'zining bu safarning haqiqiy maqsadidan gumonlanganligini bildirib, u vaziyatni xato mo'ljarlab qoldi. Oqibatning og'irligini his qilolmadi degan. Fransiya axborot agentligi o'z oldiga dalillamagan qisqa uchurga ko'ra, Abduli o'zini saqlayotgan do'stiga "Men tekshirilyapman. Xitoy saqchilari mendan savol so'rayotdi. Chiqishimga vaqt ketidigandek turdi" degan va do'stiga aerodromdan ketaverishni aytgan. Bu do'stining aytishicha, Abduli ilgari Xitoy qilgan safarlari jarayonida ko'p qatim so'roq qilinganlikdan bu vaqtda bek ko'p o'ylanib ketmagan. Lekin Abdulining do'sti iliq uchurni topshirib olgandan keyin bir kungacha Abdulidan hech qanday xabar olmag'achqa Hong Kong ko'chmanlar bo'limi bilan aloqalashgan, ammo boshqa uchurlarga erishamagan. Xalqaro kechirim tashkiloti Abduli Abdurahmonning chet elda turganligi sababidan Xitoy hukumatining atalmish ko'zitish tizimiga kirgizilganligini bildirgan. Amerika Ovoz To'rining 25-maydagi xabariga ko'ra, Xitoyning Afg'onistonda turishliq bosh elchisi Wang Yu bu hafta Talibanning 3 nafar ministri bilan ko'rishgan bo'lib, bularning biri Amerika terrorlik bilan ayblab tutib berguchiga $10 million mukofot berdiganligini jakarlagan Afg'oniston ichki ishlar ministri Sirajuddin Haqqani. Yana biri Oliy ma'rif ministri Nida Muhammad Nadimdir. Talibanning Beyjingdagi bosh elchisi Said Muhyiddin Sadatmo o'xshashli Xitoy hukumati va shirkat xodimlari bilan ko'rish halakchiligida yurmaydigan. Xitoy Talibanlar vakolatchi turg'izgan oz sondagi davlatlarning biridir. Garchi Xitoy Taliban hokimiyatini rasmiy e'tirof qilmagan bo'lsa-mu, ammo Talibanni Afg'onistonning qonunli hukumati emas, balki savdo, mablag' va bexatarlik sherigi deb qaraydi. Afg'onistonning sobiq bosh elchisi Javod Ahmad Amerika ovoziga mundaq dedi. Xitoyning tutumining o'zgarishidagi muhim harakatlantirgich kuch u ikki davlat munosabatida uzun muddatli mo'ljallikli bo'lishga kafolatlik qiladigan siyosiy sistemaga moyil. Bunday sistemalarga Talibanga o'xshash islomiy tashkilot rahbarlik qilgan taqdirdami ahvol shundoq. Xitoy rahbarlari G'arb bilan bo'lgan raqobatdagi muvaffaqiyat Afg'onistonga o'xshash kichik vositachi davlatlardagi nufuzga bog'liq deb qaraydi. Jonlanayotgan diplomatik faoliyatlardan sirt Tayvan virus vabosi sababli to'xtatib etilgan Urumchi Kabul aviatsiya liniyasi 24-may qaytadan ochilgan bo'lib, bu Xitoy Afg'oniston munosabatining sijil quyuqlashayotganligining alomatlaridan biri deb qaralmoqda. IBB News To'rining 22-maydagi xabariga ko'ra, Kanadadagi eng chong yashanganda kutinish fondining Xitoyga solgan mablag'i barg'ansir qattiq tekshirilishga duch kelayotgan bo'lib, bu ikki davlat munosabatining barg'ansir nacharlashishiga ergishib, bu fondlarning mablag'ining Xitoyning Uyg'urlar qaratgan jinoyatlarga ishlatilayotgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi andishalar texnik kuchaygan. Yaqinda Ontario o'qituvchilarning yashanganda kutinish plani va Britaniya Kolumbiyasi mablag' boshqarish shirkatining vakillarining Kanada Xitoy munosabatini tadqiq qilgan parlament komiteti bildirishicha, Xitoyga chetishlik xavfining eshishiga ergishib, bu fondlarning Xitoyga bevosita mablag' selishi vaqtincha to'xtatilgan.
Bu vaqtliq to'xtatish qarori Xitoyning 2019 va 2021-yildagi Kanada saylamiga mudohala qilganligi va Xitoy Kompartiyasiga qarshi bo'lgan kanadaliklarning Xitoy davlat xodimlarining parakendachiligiga uchraganligi to'g'risidagi ayblashlar avjiga chiqqan mezgilda o'tirib qo'yilgan. Mushayning beshida Kanada Xitoyning konsulxona amaldorlarini qo'g'lab chiqargan. Xitoymo bir necha soat ichida jiddiy inkos qaytarib, kanadalik diplomatni qo'g'lab chiqargan va Kanadaning ikki davlat munosabatini buzganligini ilgari surgan edi. Ammo Kanadadagi eng cho'ng ikki yashanganda kutinish fondi bo'lgan Kanada yashanganda kutinish plani mablag' selish hay'ati va Cubic Amonat mablag' fondi o'zlarining kanadaliklarga foyda yetkazish uchun dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavda bo'lmish Xitoy bozorlariga kirish kerakligini, ammo o'zlarining Xitoyga mablag' selishida mas'uliyatchanlik bilan ish tutadiganligini bildirgan. Diali Signal to'rining 25-maydagi xabariga ko'ra, Amerika bilan Xitoy Kompartiyasi orasidagi strategik raqobat maxsus komiteti 24-may Tayvanning cho'chitish kuchini zo'raytirish va Sharq Turkistondagi Uyg'ur va yerlik boshqa millatlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga yordam berishni maqsad qilgan siyosat tavsiyalarini o'z ichiga olgan ikki parcha dokladni e'lon qilgan. Dokladda mundaq deyilgan: Xitoy Kompartiyasi bilan raqobatlashish bizdan partiya xalqi hamkorlashishni talab qiladi. Biz bugun maxsus komitetning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Tayvanga oid tunji siyosat tavsiyalarini zo'r ko'p sonliq bilan ma'qullaganligimizdan faxrlanamiz. Bu faqat birinchi qadam. Biz ikki partiyaning hamkorligi ostida davomli Tayvan bo'g'izida Xitoyni cho'chitishga bel bog'laganligimiz va Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur xalqiga qarata eng og'ir jinoyat bo'lgan irqiy qirg'inchilik qilishiga ko'z yummaydiganligimiz to'g'risida davomli signal berib turamiz. CNN to'rining 28-maydagi xabariga ko'ra, Xitoyning eng oldingi qatordagi tarqalishchan kasalliklar mutaxassisi Zhong Nanshan Guangzhouda o'tkazilgan yig'inda mo'ljallangan yangi yuqum to'lqinining 4-oyning oxirida boshlanganligini, o'zining mo'ljaliga ko'ra Xitoydagi har haftalik yuqum soni 40 millionga yaqinlashadiganligini, 6-oyning oxirida haftalik yuqum sonining 65 millionga yetadiganligini bildirgan. Washington Post gazetining xabariga ko'ra, Tajismon vabo virusining tarmoq variantiga qarata ikki xil yangi vaksinaning oldin tasdiqlanganligini, yana 3 yoki 4 xil vaksinaning pat yaqinda tasdiqlanganligini bildirgan. Yangi tipdagi Tajismon virus varianti Sharqda Hindistonda, G'arbda Amerikaga tez sur'atda tarqalib, oldingi oydan boshlab kishilarni andishaga selishga boshlagan edi. Halbuki Dunyo sog'liqni tashkiloti 5-oyning 5-ida COVID-19 ni yer shari xarakterlik jiddiy ahvol deb jakarlamaydiganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.